Hozir birovga shogird tushib 2-3 marta 2-3 oyda u narsani o'rganib olsa, 4-oyga men ketamanga tushib qoladi. Ha? Men ishlayapman, ustoz menga o'zidan oz pul beryapti. Uni o'rniga o'zim borib qilsam, ustoznikini ham o'zim olaman, o'zimnikini ham o'zim olaman deydi. Boradi, qiladi, hali o'rganmagan narsasi yana yo'lga chiqsa, ro'parasiga chiqsa, tamom bilmay turaveradi nima qilishini. Azgina chidab yurganda ustoz buni ham unga o'rgatib qo'yar edi. Uni qilmaydi. Ana kasbni o'ziga yarasha odoblari bor, o'ziga yarasha talablari bor. Eng asosiysi haligi halollik, poklik, birovni aldamaslik.